Qani başdan so'zlang. Sizning deganlaringiz bu deloni hal qilishimizga foydali bo'lib qolsa ajab emas. Ma'qul. Siyankashlik uchirg'uchining ismi Nurmuhammad bo'lib, uning toki to'liqsizni bitirgicha birga o'qigan Hamroxon ismli bir saboqdoshi bor ekan. Ular kichigidan boshlabla birga o'ynab cho'ng bo'lgan ekan. Ular cho'ng bo'lgan siri bir-biriga mehr tushib qopti. Qiz cho'ng bo'lgan siri kundan kuniga to'lib, akasining uyiga keladigan elchilarning oyig'i uzilmaydi ekan. Lekin yigit jur'atsiz bo'lg'achqa qizga ko'ngildikini aytishga jur'at qila olmaydi ekan. Shuning bilan yigit ko'ngildagi azobni ichida saqlab yuribdi. Tehra, güzel tehra, boynida gülirena. Tehra, güzel tehra, boynida gülirena. Rena dinç raylıpten, söygen amrhim hemra. Rana dinç raylıpten, söygen amrhim hemra. Naz bilen kıya baktım, kıya baktım. Söygi çakmı çaktım, çakmı çaktım. Kan bulut morumda, morumda. Yürek ekrab aktım, ekrab aktım. Kan bulut morumda, morumda. Yürek ekrab aktım, ekrab aktım. Almadım köydümde, can dilimde söydümde. Git almadım köydümde, can dilimde söydümde. Ah burayım karanlığı, yer affel gördümde. Ah burayım karanlığı, yer affel gördümde. Ma'qul amsa, xush. Bu kundan kunga chiroyliqlashib ketib bordi deysan. Uni hozir to'xtatib, mening jur'atsizligim. Kechdim mashrabda cho'qim.
tushiraylik. Ko'zing yig'laydigidek deydi. Emrah qara. Kasabe kimgim deydi-de. Qaraqsa, hamma çok özüm oladi. Oy, shundaqmi bo'larmidi he? Men degan ki hozir chaqirsam, Emrah nem deb qolar. Achchig'i yomon akasi bilib qolsa, putimni chekib o'tish deyolmaydi. Bir jur'at qilib boqay. Emrah Emrah Qaysin sen? Atlak. Xafa bo'lmang. İştinimni uyga borganda ayrim yuyib bersiz-ku deymi? Aldirab ketma. Cho'nglar to'y vaqtini bitishib bo'ldi. Az qoldi, ha?
Sen şundaqla to'lqib ketasan. Mening jur'atsizligim seni boshqa bir armon bag'riga tashladi. Sen nimishqimi boshqalarga azonli ma'qul deb aytgansan. Nurmamad Voy jinim bolam Nurmamad, nim bo'lding, ha? Nim bo'lding deyman. Voy, hech nim bo'lmadi. Voy. Qara seni. Hamma odam to'y o'ynayotsa, sen uyga kirib, turkinib yotganing nemisi? Sen mi yosh bo'lgandikin, berib to'y o'ynab kelsan bo'lmamdi, ha? Voy, ana to'yga o'zim beribagina, meni bag'im yo'q. Bag'im yo'q. Bo'ldimi? Bag'im yo'q. O'zim beribagina bo'ldi. Voy, qulog'imdan ajabma og'ritib o'tdim. Voy jinim bolam, sen mi yosh bo'lgandikin, naldagi bolalarga o'xshash Bag'im yo'q, o'zim beribagina. Tozimi? Nimishqa bormaysan, ha? Sana zaten nim bo'ldi? Voy, jinim ana, o'zim beribagina, mening bag'im yo'q, o'zim beribagin. Jinim ona men bilan qanbig'ina, ko'nglim gap tortmaydi hozir. Voy. Meni to'yga bag'im yo'q. To'y gap qilib. Bo'pti amsa, bormisan, borma. Men o'zim berib kelay, ha? Bormisan, borma bo'pti. O'zim beribagina. Bo'pti, sen yot, men berib kelay. Maqdim amsa. Meni ömürlük debki qo'yding ku. Texi 18 yoshga kirmay turibdi to'y qilishga nemandoq oldirib ketgansan. Isit. Mushu jur'atsizligimdan unga ko'nglimni bildirolmadim. Dadisi, mush kunlarda Nurmamadga nim bo'lgandi? Nim bo'pti? Bir necha kun bo'ldi. Ya tamoq yemaydi, ya hujursidan chiqmaydi. Nimishqa? Kallasiga bir ish kirib oldimi ekan deyman. Qandaq ish? Qizvalning ishi-chu. Qamlashqada gap qilinglar. U kichik tursa, bir yeri og'rigan bo'lsa, to'g'ri ishkizib qo'yinglar. Ma'qul, to'g'ri ishkizib qo'yay. Nurmamad, o'rnidan tura bolam. To'g'ri ichib ol, ha? Naringmi og'riyotganda o'zi. Voy, ishlarim og'rimidi ana. O'rnidan turib, to'g'ri ichib olgin bolam. To'g'ri ichsang saqayib qolasan, ha? Ichi. Jinim ana. Qara bolam, gapimni anglab to'g'ri ich. To'g'ri ichsang ishtiying ichilib qoladi bolam. Ma'qul degina, qo'pa. Ha? Ishmayman. Gap angla bolam, gap angla. Tur, ha? To'g'ri ichsang yaxshi. Ana, ishmayman. Gapimni anglab to'g'ri ichgin deyman bolam, ha? Qaynoq suv. Nima ochiq to'g'ri bu? Qaynoq suv ichsang yaxshi. Voy, ishmayman ana. Nurmamad, gapimni anglasang-chi bolam, ha? Voy, jinim ana, bu sen o'ylagandek doğruning ishi emas, men ishmayman bu doğruni. Sen to'g'ri ichsang yaxshi bo'lib ketgan. Nurmamad, gapimni angla bolam. Ana, men to'g'ri ishmayman, men bilan qanmig'ina. Nim bo'lganda bu bolaga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yoqqa o'tib qolsan-ku. Yaxshi.
Avval tamakingizdan bir tal bering. Pek tamakimi çekadigan bo'lib ketdim degin. Nim bo'lib ketdi voy sana. Hey, qara seni. Chekemagandan keyin bo'ldi qilsam-mamda. Ajab qarab ketding-ku. Bir narsa lozimmi? Aroq qilay degandim. Aroq? Aroqmi ichimsan he? Menga chiqoqshimamda. Yo'q, shundaqla bir ichib boqay deb, dardni aroq oladi deb olgan edim. Voy, deb keldi degin. Bizning do'konda aroq sotilmaydiganini bilmamsan. Cho'nglarning aroq sotgan do'konni chiqayotganini anglagan bo'g'iding. Sizni sotadi deb anladim. Bugun bir içe. Bakın. Bo'ptamsa. Ma, buni tiqivroq ichasan. Hozir aroqni beklachaklab ketib boradi. Boshqalar ko'rib qolmasin, ha? Hey, pulchi. Oy. 15 yuan. Ehtiyot qilasan, ha? Haqlar ko'rib qolmasin. Piyolangiz bo'z berib turasiz. Ma. Vaqol. Kep turasan, ha? Ehtiyot qil. Bu ballarınıza. Canım hemen. Her qancha qilsam seni unutmayman. Nemish qilib Baldurni to'y qilishga aldirib ketgansan. Anlasam, aroq dardni oladi deydi. Sen qoldirib ketgan dardni aroqqa ulfat qilib chiqardi qolmoqchi. Bir sebep göreyim. Nima degan ochiqmabdi. Qachakagatdan Xeli bo'ldi. Qarasam o'zing yolg'iz ketyapsan. Nima ish qilib ekan deb, keyningdan kelsam, aroq ichib o'tiribsan emasmi? Sendan aroqni tatliq narsa deb o'ylab qolsan-da. Hammani ko'rib qolsan-da. Aroqning ochiqligini anglagan. Lekin bundoq zahardek kelgini o'ylab boqmoqchi ekanman. Tatliq bo'lsa qanchalik ichib ketavog'aydi buni. Endi nima ish qilishdan? Buni so'rama. Dardimni o'zim bilaman. Jira, mayli ketaylik. Jira. Desam demasam hamrohim ishi deyman. Uy. Abdullah, bormisan? Bag'ojinim, o'zingchi? Xotin elib olib, xotinga xotin bo'lib ketdingmi, nima? Meni obdan bilasan-ku? Bilmamdigan. Quduqqa tushgan chalmidek. Eribli ketibsan-ku? Nima deyapsa? Mingizdek o'g'il bola jumo biz. Ko'ramiz. Ko'rsa. Qizilgulni ko'rganda g'unchisini unutmang, yangi yani ko'rganda ko'nisini unutmang degan gap bormi? Shundoq. Hey Abdullah. Xotindan birini elib olibla, qo'yma hasratni qo'yding-ku meni.
ko'nglingni yerim qilma. Biz yana ko'rishib turmiz emasmi? Bo'ldi. Hamramo xeyli tuzukneman. Shuning bilan o'tkin. Men-chi yig'lagan petimni qara. Meni umr bo'yi bir xotin bilan o'tib ketadi deb o'ylab qoldingmi? Biz mucho qara, 2-3 xotinlik erlardan bo'la olaymiz, uqdingmi? Erkakchimi biz? Sening noz xulqing oldida 10 hamra bo'lsa-mo yeb ichib beramaydi. Ballaringni to'lg'ab o'ynagan usullaringni ko'rgan har qanday bir er kishi xudini yo'qotmay qolmaydi. Seni qandoqmi esimdan chiqaray, ha? Beshini yeydigan. Sening shundoq shirin shekar so'zlaringni anglasamla, xudimni yo'qotib qo'yaman. Chiramsa. Durmaydı. Keçidin kelmey, nega bordingiz? Nima qarang? Ha qachon haraq ichib, qima o'yini qilib olgansiz? Ajabmi to'ydim bu turmushdan. Hey! Nima deding? Yana bir degina? Kunda haraq, kunda qima, oxir bo'yini bayram qilgan bo'ldingiz. Hey! Ben haraq ichsam, o'ynasam o'zimning puliga, dadamning puliga o'ynadim. Sening pulingga o'yindimmi, qalandaning qizi? Ha? Mani ish ugatgidek bo'ldingmi tehi? Ha? Buni esa. Qalandaning qizi. Mana to'yi. Mana to'yi. Mana to'yi. Bu qalandaning qizi. Mani ish ugatgidek bo'ldingmi tehi? Ha? Buni esa. Seni xotinlik evi rahat ko'rsatib qo'ysam, endi menga ish ugatgidek bo'ldingmi? Bu qalandaning qizi. Mana qalanda akamning qishig'i ket. Tur! Tur deymi? Ajabmi to'ydim, o'chamdi. Nur Mehmet. Teşikma adaş. Hoş mu dep koymapsan, ne ketken tam? Kenttin dehqonchilik texnikasini o'rnasan deb Urumchiga avatgan emasmi? Ha. Ma. O'zingchi. Herhalde yaxshi-ku. Jahonning rohitini shu shaharliklar ko'ramdikin deb qoldim. Shundoqmi? Nima ish qilib bundoq deysan? Biz bu yerda to'piyab, loy suv ichib, dum yetib, dum qo'pib, issiqda qoq, sovuqda to'n bo'lib ishlasak, ular pokiz ishxonalarda ishlar ekan. Eliqi, konti odamda bir nimasi bor ekan, yozda sovuq shamol, qishda issiq shamol chiqardi ekan. Shundoqmi? Ularning biri menga faqatli yoqmadi. Nari? Ajoyiblik ekan. Qandoq desa, bu shaharlik degan kunduzi ishxonadan, oqshimi restorandan chiqmaydi ekan. Hatto o'zi qo'shnisining kimligini bilmaydi ekan degina. Ey, aldingmi? Nimani? Hamra ajrashib ketibdi.
Nima deysan? Hamma ajrashib ketibdi. Abay yo'lda uchrab shundoq dedi. Shundoq tezdimi? Abdullani o'zingmi bilasan bu? Kunda mas kelib, uni urib xo'rlig'achqa xitini olibdi. Bechora Hamraning ardin hajat tali chiqmadi. Mahallamizning bir guli edi u. Hamra u o'zi yaxshimi ekan? Boya yezida adrish rasmatlarini bejiribdi. U mendan sening ahvolingni so'rdi. Qarsam o odam aymangudek chiroyli bo'lib ketibdi. O to'limi chiroyli cho'kanligini. Ey, ha? Men bo'ldim. Chiroying ajab echilib ketdi-ku. Yo'q. Koni o'tlaring qo'zg'alayotgan o'xshamamda, ha? Yo'q, undaq yo'q. Uning salomatligini anglab xush bo'lyapman shu. Bu yil qo'yg'onlaring xeli o'xshabdi, ha? Dadam bechora tinim topmay ishlaydi degina, o'zingmi bilasan. Uning bu jihatdan xeli nomi bor. Hey, ha? Nima bo'ldi? Hech nima. Kelganki qo'g'onligimdan pishmamsa? Ha, o'y, gap bilan bo'lib unutib qopdim adash. Kasaloblayamsa yoki tilib beraymi? Ha? Tili. Hamra gör, men seni yaxshi ko'raman. Hamra, men seni olay deyman. Yo'q, buni qilsam bo'lmaydi. Hamra gör, sana deydigan gapim bor edi. Ha? Mushundaq desam bo'ladi. Mushundaq dey. To'g'ri, mushundaq dey. Tinchlikmi? Tinchlik, o'zingcha. Bu yerda nima ish qilyapsan? Ha, men ishchilarga tantirib bergan bir oshiqman. Visol izlashdan boshqa nima ishim bo'lsin? Buni bilaman. Visolga yetmak sen uchun uncha mushkul emas. Nihoyatki senda jur'atli bo'lsa. Men shu etizga maqan. Mushundaq pokiz ratli kiyinib etizga boramsan? Rost. Men Hamdulnikiga maqan. Kashki sana ko'ngilni bergan Alloh zarracha jur'atni bergan bo'lsa. Hamdul saqlab qolganda. Men mangay. Hay, to'xtab tur. Gapim bormi? Manga deydigan gaping yo'qmi? Hamraga. Manga bundaq tikilma. Ko'zlarim meni behush qildi. Behush bo'lib quchog'imda yiqilsam edi. O'chog'da so'zga o'rin yo'q edi. Tillarimga nima bo'ldi ekan bilmadim. Sen kelib eding, u erkini yo'qotdi. Men mangay. Keyin ko'rishaylik-ku. Hay! To'xtab tur. Bu bag'aqni og'ashganda.
Tağaqni ko'rib baqmamsan? Birinchi qatamliq to'yimga qatnashmading. Buningga bo'lsa qatnashasan. Xo'sh, mendan qo'shtir. La'nat sana. İki eğiz gapni joylab qilolmaysan u. Yana o'zingni archaqlab yurdingmi? Besal davos qilib kelib, Suygoning o'lim xetini topshirib olding. Baxt qush kelibdi. Sen uni tutishga jur'at qilolmading. U uchib ketganda olam sana qorong'u bo'ldi. Buni kimdan ko'ratding? Boshqalar kulib turib baxt bayzini surganda sen yig'lab hasrat yutib qol. Men yerga maydon yiqib dardingni yoshlaringdan ol. Yüreğim tak tak oldu Hileydep mu ayağını koymaysan Ah niye murad Kalk yükselse Bulbul kesse ayağını kiler Bulbul kesse kiler O dünyada ketkeller Hem de kayın ayağını kiler Qo'yamda ketmayman. To'g'ri qizib ketgan Sadosh. Yura, ayay birdan o'tiraylik. Aqlayli qizim, voy layli. Ajabmi qizib ketdim. O'tirib birdan aram olaylik Sadosh. Adash, eringning ichkiriga kirib ketganiga qancha uzun bo'ldi? 4 yilning qarisini ep qoldi. Hech bir kelaymi demaydi qo'tam. Sana tes bo'pti Adash. Uni bir dema Adash. Qiynaldingmi? Qiynalibmi ketmadim. Erim ichkiriga ketgandan keyin akam holimdan xabar elyotdi. Qizimni chopchonlab ketdi. Lekin deysan-ku. Bo'ldi, buni so'rama. Tushundim. Yolg'izlik tatib-sanda. Xetimni olay desam, xalqalimning gapidan qo'rqadi ekanman. Mushundaq o'taveray desam, to'l deganning eti yomon ekan. Rost aytsan Adash, menmi ajrashib ketgili 6 oy bo'ldi. Zerikib bir bo'ldim degina. Beka o'ltirgandan ko'ra deb yana birisi bilan tepishib oldim degina. Uy, kimdi? Uy. Nurkan-ku. Yura, o tarafga berib o'ltiraylik. Kela Adash. Mushada birdam o'ltirib paranglashaylik. Ajabni isib ketdim.
Bugün hava pek ısıptı cima adaş. Adaş, 4 yılını özün yalğız ötküzmek asan. Can kunni çeçeklep, kechsi qiymaklameydi. Eran seni shuncha uzoq tashlab o'tganligi, seni ko'nglingni xush qilib yursam bo'lmamdi. Ko'nglim ko'tarmaydi adash. Odam turmushda ozroq qiyinchilikqa uchrasa, voysisi yaxshi bo'lmas. Men hissiyotli odam deblar, vijdonimni bulg'asam qanday bo'ladi? Deganing to'g'ri. Nurmamatning san ko'ngli bada qiladi. Uni keltirib ko'nglini xush qilib yurmasin. Yo'q, ketma qimig'ina. Men nimani degan bilan 2 qatam to'y qilgan. U texi to'y qilmagan yigit tursa, qandaqmi mumkin bo'lsin? Uning ustiga biz kichigimizdan shundoq yaxshi o'tgan. Uning nazarida eski xotin bo'lgan yo'q. Uning nimasi yomon? Agar u xohlasa, ko'nglini xush qilib yuravermasa, og'zingni yum adash. Nimadoq chalib oqib ketdi? Men sen uningga tag demidan, ering kagicha. Mening uni yo'ldan chiqargim yo'q. Qaragan sen uni yaxshi ko'rdi ekansan. Nersini o'ylab ketma. Kim biladi, u sensizmi yo'ldan chiqib ketdimi degi. Balki. Lekin men bu hissiyat qaynab turgan bir cho'qinqi. Qanchalik kunlarimni yo'lda sanab o'tkazganligimni bilmayman. Nima degandir? Deganim to'g'ri adash. To'y deganim e'tibor. Siz yo'lda mansangmi, boshqalar kayningdan g'ayrat qilgan. Shu o'tning teshida kuygacha, ishida kuygan yaxshi. Qanaqa dedi? Oho, shu. Sen xijil bo'lsang, men sen birarsan tanishtirib qo'yayman. Bu ishlar kallamdan o'tmaydi. Keyinchi bir gap bo'lar. Hey, qachon to'y qilay deysan? Uydagilar beshimdek og'irib ketadi degan adash. Lekin o'zimmi qachon to'y qilishimni bilmayman. Hamrohni saqlab o'tamsan-ya. Hamrohga bir mezgil tortishib yurganim rost. Rostini desam, Hamrohning 2 qatam to'y qilganiga ishongim kelmaydi juma. Undaq bo'lsa ko'nglimga bitgan bir ras bakenda. Yo'q dexe. Ha? O'zingchi. Men sen o'xshash. Ko'nglimdagidek bir ras uchirmay o'tadi. Mahalladagi tantish bolalarning hammasining birdan 2dan bolasi bo'lib ketdi. Qeri bo'ytaq bo'lib yuraverdi qutang. Shu emasmi? Aras, mahallada hamra to'g'riliq bo'layotgan o'sak so'zlarni angladingmi? Endi-da? Qaraganda xabarim yo'q o'xshaydi, ha? Mahalladagi bo'ytaqlar, hatto xotin bolalar bor, erlarmi, har kechasi hamroning uyini yorishib ketganlarga bo'qatmish. Har kuni oqshomni hamroning uyidan chaqchaqlar o'ynab turarmish. O'tirishlar buzilmasmish. Har qancha bo'lib ketsa-mu, hamra unda qiladiganlardan emas. Men uningga shaksiz ishonaman. Balki bu bir o'sak so'zdir. Ayol kishi degan shayton narsa. Ularga ishonishdas. Shamol chiqmasa, daraxtlanishmaydi adash. Biroq men hamroni tushunaman. U hargiz unda qilmaydi. Sen mahaqning o'sak gaplarga ishonib yuraydi ekansan. Tulqagandan keyin uningga amal yo'q. Tugunidek yesh, tugidek yo'qlaydigan gap. O bichorga tas. Eri degan yumshoq boshmo 4 yil bo'ldi, yo'qolib ketdi.
Özüңni bilse, pulning eti yomon. Bo'ldi, ishingni pishirma adash. Nega manganda? Azroq ishim bor edi. Men berib kelay, ha? Ma'qul. Beka bo'lsang kelib turg'a. Ma'qul, ha? Bo'lib. Qo'shamiz adash. Xo'sh. Dadangga salom deb qo'ygan. Jinim hamra. O'ti boyaning suvi, suvi boyaning o'ti yo'q degandek. Guldek chiroyli. Kishini suyundiradigan axloqi fazilat turuqliq. Baxtsiz bo'lib qoldi. Hayot degan ko'zi bo'lmaydi. Hozir qancha qiynalgansan. Odam jur'atsiz bo'lib qolsa, o'zini va o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni baxtsiz qilib qo'ydi ekan. O'z vaqtida men jur'atliroq bo'lgan bo'lsam, balki hozir Hey, akşam nega bording? bayatdan beri da'vatman ku, alog'illarning qishiga berib o'tirib keldim shu. To'la yolg'on so'zlama. Yolg'on so'zliginingcha chiroyingdan chiqib turdi. Haqiqatan hiliqi hamroni ishga oldiga berib, mas'ul yetib qoldi. Odamga bundoq bo'ston chaplamachimu? Almala qo'lim qo'ysa onsiz sat emasmi? Sat bo'lishdan qo'rqqan bo'lsang, haqni ishga oldiga mas'ul yetib qolmas bo'ladi-da. Deb qo'yma Hilbeka. Hey! Urmansa, urmansa. Men-chi, bugun sen bilan ajrashaman. Ajrashib chiqarmay ajrashgan. Ko'zimda yo'qolg'ina. Men o'zimga pok. Ana o buzuq. Hey, resva buzuq. Sen texi erimni yo'ldan chiqaqdek bo'ldingmi? Qaranglar buningga. Bu yerda behrama naqshi etib o'tirib ketganini. Yana mushundaq resva ishlarni qiladigan bo'lsam, butun mahaldagilarning oldida yuzingni to'kib, bu mahallada turmas qilib o'taman. Uqdingmi? O'zingning askiligidan-chi, ering seni tashlab ketibdi. Bu resva. Elimi butun mahaldagi erlarni buzib olding. Onunga mı kanmay, ailemni buzay demsen, bu resva buzuq. Yana mushundaq qiladigan bo'lsam, seni bosh qo'yib etmayman. Oldu canım bana adaş. Canım bana adaş. Oldu kırıp gideyim. Yürü. Emrana eydu, hamiyeti yeydu, geçti balete, iman deydu. Uni toprağa uçsa, uni buzluktaydı. Bundan yaşa düzgende, döngen yaptı evet. Mundaq desem işinizga ip ketmang. Sizga ayığınız astidagi cho'milligimi azar vermaydigan mo'min banda. Lekin singliniz to'g'riliq bo'layotgan gap so'zlar bakchiq. Buning sababidan bir qancha oilami bolalarini yetim qilib ajrashib ketdi. Hozir uning uyining oldida mas yetib qoladigan kishilarmi ko'payib ketibdimish. Bunda davomlashaversa, mahaldagilarga ofat yog'adi. Ahvol mushundaq Nizaxon ha. Jamoatning hammasi bak fikr qilib ketadi. Amraxonning nashoyi ishlaridan hammalarning xabari bor ekan. Shunga ular menga Nizaxonga yetkazib qo'ysangiz, singlisini tuzatsin, bo'lmasa bizning amalimiz bor deyishadi. Agar yana diqqat qilmasa, men uni bu yurtdan qo'g'lab chiqaraman jimo. Yurtimizni nasib ketib bordi. Yana bir gap.
Әміраханның қиналысы білән қинатысы түнігін іздеп кепті. Оларның демекші бұғыны, кичік оғылымызны өлімәші доқ, өйіне чоң оғылым саған. Әмірахан той қыса қысын. Оныңға мәйлі, оныңға пікіріміз жоқ. Әмма өйіне бекарлап бәсә деп әрзі етіп кетті. Мұш ішіне сілі bir taraf qılarsanlar. Neyse qo'y. Amisa men ketdim, ha? Xo'sh. İmam Aknum to'xtab tursa. Bu akasın nima qilgandi bu? Bir yoqqa ketib bo'lsa, kelib ketishim. İmam Aknumning o'zining o'ttirib chiqqaniga qaraganda, ahvol rost sadoq o'xshaydi. Odamni aramxo'da yashag'ilib qo'ygan. Hey. Meningcha Hamraxonni ko'chirib, bu uyga akirib olaylikmikin deyman. Men shundoq o'ylagan. O'yladiki bir eg'iz uyni bo'shatib, ularga bekalib bersak bo'larmikin? Ma'qul. Emre! 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 Ha? Teşvikmi aka? Neymişti? Balan görünmeydi o. Kıymatdan etketken. Öykürep, bir neslerini juğuşturup yotan köpeğini içki var olmasa, Neymiş kayımdi? sen öyge gitme. Sana eğirçiliğimizin safsak kandak buludu aka. Yelimi köp capayımızın tattın. Boldu, kuruk gepini az kılıp, bas dikenkin basaya çıkın. Bana. Makul. Dadısı, yakından beri Nur Mehmet bek özgürüp gitti. Ha deseli öyge kemmeydiğen bulup aldı. Anlısam harak içip, tamak çekişini ügünü vaptı. Akşamı ertesi öyge mi kırmayı vatıdı? Birer iş terip koyamıken dep ensirep kaldım ha. Sılnın çıkanda kısak bula dadısı. Mənim şu. Özü tapamagandan keyin qızdan birini tepib öylep qoyaylı. Öy tutqandan keyin özlügüdün oңuşlup qalam eкен. Neymiş boğandı? Nur Mehmet qaytıp geldi mi neyme? Oy. Uy, Nur Mehmet, senin balam, min boldun ha? Ornodun tura balam, min boldun. Dadam Senin balam, senin balam. Nemi kızınım bu? Köyünü kimde etmeptim. Edepsizlik kıptım dada.
Canım ana Emragül beni taşlap gitti. Emragül beni taşlap gitti. Qaysi Emragül balam? O beni dağda kaldırıp evde gitti. Ama ben onu yaxşı görettim, onu unutamadım canım ana. Emragül? Qaysi Emragül o? Yasin Xam'ın kızı Emragül canım ana. Ben seni diye bir tane. Ben Emragül'ü alıp Ononsuz bana bu dünya harap, o beni taşlap gitti. Ben hep bu kadar kulunu. Hepsi ben kadar kulunu. O beni taşlap gitti ana. O beni taşlap gitti. Ben Emragül'ünü alın ana. Ben Emragül babası yaşıyorum. Astaraq yapqın, qulum qoşunla ağlab qalıdı. Oy, Hemrahinim, teşlikmi? Teşlikmi? Et degende, ishk oldimdim, kim o'takin deb suv chachqili turibsiz-da. Bez yegan mushukning yuzi to'van degandek, hajab, meni ko'rib, voduq-voduq bo'lib ketdingiz. Undaq emas. Undaq emasmish, texi. Mushu kunlarda o'g'lim Nurmamat kechasi uxlayolmay, Hamra deb jo'laydigan bo'lib qoldi. Hujjatiga. Mening bolamning beshini aylantiryapsiz-da? Yelimo, mahalladagi hamma erlarning beshini aylantirib bo'ldingiz. Endi ozdirmagan mening bolam qoldimi? Endi bag'o o'zingizni bilvaroq yuring. Attingizga qarab ish qilsangiz bo'lar ekan. Siz bag'o ikki erni bekalab, ikkini kuchiklab, yana to'ymay talog'i qarab o'tirgan ayol. Mening o'g'limcha tex og'zidan chiqib turadigan tabiiy kichik bola. Yuzi qilin dahshaq. Voy, menga qarang, o'shangizni tepavaraq yuring. Bo'lmasa, men xalq olam oldida chavingizni chiqib yeyib, bu yurtda sizni turg'isiz qilib etmay yana. Qancha qamay jon oladigan jodugarning o'ziga bu. Attiga qaraydigan. Oğlum. Qachon to'y qiladi deysa? Dada. Men texi kichik tursam. Ben çok qara. Seningdek chig'inda opangni amrimga olib bo'lgan. Sening tang tushlaring to'y qilib necha farzandlik bo'lib bo'ldi. Odam jur'atli bo'lishi kerak. Hamma ishda jur'at bo'lishi kerak. Bu dunyo tavakkulchilarning dunyosi. Jur'atli bo'lishing kerak. Jur'atli bo'lmasang, ko'zlagan manzilingga yetolmaysan. Jur'atli bo'lmasang, qo'lingdagi narsanimi haq tatqizib qo'ysa. Jur'atli bo'lmasang, o'zingni yo'qotib qo'ysa. Buni obdan bilib bilishing kerak, o'g'lim. Amrani sutqu sovutkunu biladi deyishadi. Uchu ko'zga chiroyli ko'ringan erlarning ko'zini bog'lab, o'ziga qartolamış. Uning jadosini bak yomon deydi. Uni kecha uxlamay kimlarnidir qog'ab chiqadigan deb angladim. Koni eri Abdullah bog'o uningga bog'lanib qoptidek. O Amrani qo'yvatganiga pushaymon qilib, kundi kechda Amraning busug'isi oldida qisilib o'tirdigan deydi.
O buzuqning qilgan ishlari oz emas. Bechora Erkin akammi shuning dastidan 2 bolasini yetim qildi. Bir necha qatam kechasi uni Hamraning uyining oldida g'arq emas, yaqinlari yirtiq holatda. Bechora imom oxunim amal qilolmay, niyozga sanani boshqargan bo'lsa, mahallamizni ofat bisib ketyapti deb yolvuryapti. Hey, yolg'on gap qilmasanlar bo'lmamdi. U qiz bola unda bo'lmasa. Her qaysilarimı odam deb o'ltiribman. Endi xotin kishining g'ayratini nima qilyapsizlar? Hey, biring akamdek, biring dadamdek, biring ukamdek turib shunday gaplarni qilishda yuzinglar qilamamdi. Ha? O'zinglar o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglarmi ya? To'xtab deb. Kishilarga nohaq uvol qilishdan uyalmamsizlar deyman. İssit. Senlemi adam o'qasa. Buningmi jin chatlashdimi nima, ha? Boshroq gap qil. Hamra anglab qolsin. Hey, Emrah qani? Etizliq chiqib ketdi. Yurt içi, el cemaat aldı da azrak mı yüzümünü koymadı. Ya kulukunu yupurup yüreydiysen ses hepsinin çıdığını bulmagan. Kumbalat ayaklı salaydıysan tek köngün koymagan. Ya elik iğirdigen latı kilip mi ya başka mı de? Ya ketini verip kutluş mu de? Şunda boğan boğusu mu? Aksak çolak bulamda bir sigirip beşimizin sakay tatok. Hey. Sen bağı, bunun iki etizliği bağında ubdara karap koy onunla. Eğer yani bir işini baykap kalgan bolsa, seni kombalayma. Tutma. Ma'qul. Güden bir karap yapıla. Kupağında olsa. Mal sen to'g'ri o'ylab ondan chiqay. Kuruq gapni qo'yib hozir borgan kim bor? Upa. Manga juda mang degandiki. Ma'qul. Keng sahra, güzel sahra, koynida güler rana. Ota-onam nima deb mening ismimni Hamra qo'ygan bo'g'iydi. Menga qayg'u hasrat, yolg'izlik, til ahonat, yomon atoq, baxtsizlik menga Hamra bo'lsin deb mush ismni qo'ygan bo'g'iydi. Beshimga tushgan kulfatning 100 dan biri taqi tushgan bo'lsa, tog'mi yerilib ketdi. Ah xudo, men oldinda nima gunoh o'tkazgan bo'g'iydim. Kichigimda ota-onamni ilib ketib, mening sabiy bag'rimni par-par qildi. U yoqqa ishtirilib, bu yoqqa so'qilib, talay masxirlar ichida yetimlik dardini tatib cho'ng bo'ldim. Kichigimda cho'ng bo'lsam bu azoblardan bir yo'lda qutulib ketaman-ku degan niyat bilan tezroq cho'ng bo'lishni o'ylaydim. Lekin menga kelganda baxt eshigi taqiq bo'lsa kerak. Bir kun hatto bir soat bo'lsa-mu, ichimdan ichilib, yeyilib kulib olgan bu olamning lazzatini birdamlik bo'lsin his qilib olgan bo'lsa, kun g'arbdan chiqib ketamidi. Yig'lab ko'zlarimdagi yoshlarni qurdi. Aytaydim deb men holib ko'rdim. O'rinsiz tashnam, til ahonatli.
Mening pokligimga o'zing guvoh bo'l. Nemishqa menga buncha ko'p kulfatlarni soladigansan? Nemishqa meni hasrat to'lqinlari ichida to'xtamay tunjiqtirdigansan? Birisi o'gizga cham tashladim bilmayman. Kim bu haqda? Akam bilib qolsa, uning sizni mehnatim osmadi. Har bir uning oldida yaxshi bo'lamayman. Meni panoh tatib kelganlar bo'lsa, birdan bo'lsin, bir chiqib boqaychi. Oldu. Kechirang, Emragul. Xapamman. Xapamman. Senda azroq bo'lsa-mu, erlik jasorat bo'lsin-chi. Bizden biri Reşya anladın mı? Yo'q. Sen o anlasam mı o anlamdım deyse ben azrak bir işin sezip kaldım. Uvağı bu öykülüp akşamı cim yatmağıdır. Ya bunu uruk sulap bakın olmasa endi uvağı bunundan keyin kendi mağarab yürüp nah meydan tutup resvani onu azdırıp atkan değizinin taza bir edivini bir koyumsan. O balani bunda qish silib nima qiladlar? O'ynamasi bo'lmamdi. Hey balam, to'xtag'in ham ipim bor edi. Alak sipete, hammani to'kuydi. Oy, odam oldirganda toza nazar. Qarkasilni. To'xta balam, sana deydigan gapim bor. Nurmamat, nega mangding balam? Hamdullo uyiga berib kelay. Buncha kechdi bormasangmi bo'ladi? Voy ana, uyda o'ltirib zerikib ketdim. Chiqib olinib kelaychi. Undaq degan bilan baylinga qo'yiversak, mushundaq yuriverding balam. Atilikka Qodir Ko'kchining uyiga elchilikka odam kirgizaylikmi davatimiz. Seni o'ylab qo'yaylik davatimiz, jinim balam. Yeshingmi bir yerga berib qoldi. Bundaq yuriversang bo'lmaydi. Bo'pti. Ixtiyoringlar. Xoliqlarni qilinglar bo'ldi. Undaq bo'lsa, qo'shilibsan-da, amisi biz atidan boshlab to'yning tayyorligini qilg'ash turaylik, ha? Bo'pti. Asam olay. Belli, endi o'g'il boldek gap qilding, jinim balam. Amisi dadang'iday to'yning tayyorligini qilg'ash turaylik. Lekin balam, bormasang bo'larmikin? Men bir yomon tush ko'rib qoptiman.
Sen qip-qizil qonning ichida yotqudaksan. Voy, nimalarni deydigansan ana? Nədiki yo'qolan gaplarni qiladi ekansan? Balam, yo'qolan gaplar emas, rostilla ansirab qoldim. Bormisang bo'lmamdi, ha? Bormog'ina bolam, jinim bolam, bormog'ina, ha? Voy, jinim ana. Men ya kichik bola bo'lmasam, ko'p-ko'p odam uyda yetaversam zerikib ketadi ekanman. Uyda o'tirsam dadam mat gap qiladi ekan. Birdan aylanib kiraychi. Shundoq bo'lsa-mu bolam, ansirab qoladi ekanman. Kech bo'lgandikin, bormog'ina bolam, borma, ha? Birdamda qaytib kelman ana. Ma'qulmi? Ha? Endi kech qolmay kelginjimi bolam? Ha. Xudoyimga omonat. Da kech qolma, ha? Xo'sh. Xudoyim bolamni o'z panohida saqlag'ay. Allohga topshirdim. Qammamtaxon, uyga kirmaylik ketdingiz. Xo'sh amsa. Xo'sh. Dadisi, etirat başlıqı aşağı beringlar deb kepti. Sizlar berib tugitibli kelmansizlar. Berib kelinglar dadisi. Ha? Tugitib kelinglar. Hey, hamma oilalarda yoshlar bordigan tursa, Nurmuhammadning og'illarimi bordigan bo'lgandan keyin illi berib tugitib keladi. Mao odamdan davatgan gapini Nurmuhammad baramda. O bola hozirgacha aşağı berib baxmagan tursa, qanday ishlayalaydi deyman. Sizlar berib kelsizlar. Hey, xotin, o mushunda qilib emgakki pishidi. Emgakki pishmasa, ham xudi bo'lib qolmamdi o. Keyin bir oilani qandaydi? Asta o'rganmamdi. Hozir o hech qanday ishni qilolmaydigan tursa, sizlar berib tugitib kelsizlar. Balani japoga qo'ymaydi, ha? Nurmuhammad bordi. Tova, ma odamning johilligini. Tova qildim, Xudoyim, tova. Dadisi, bundaq johillik qilmay, o'zlari berib tugitib kelsizlar, ha? Burunmi o'zlari boratdilar, bu qitimni o'zlari baslar, ha, dadisi? Ma'qul desizlar. O'zlari tugitib kelsizlar, dadisi. Amasa, o'xshitib samsiyoq, ha? Ma'qul. Aşağı bardigan ishlar bo'lsa, samsa emas, qatlimimi yiqib bermaydi. Ma'qul. Qatlimimi yiqaman. Qatirjan bo'lsa. Assalomu alaykum valla. Va alaykum assalom. Yo'l qayoqqa? Hamdulnikiga. Voy, Hamdulmisan? Endi keldingmi? So'rin boshlab ketgan navaq. Nada? Bizning uyda mahalladagi yosh bolalar o'tirayli deyishgan. Men so'rin ara qag'il chiqqandim. Kimlar? Shu mahalladagi yoshlar. Sen to'lmaydigani yo'q. Nechilan bor? 5-6 aylan. 5-6 aylan? Qizib ketibsizlar-da. Yo'q. Tek endi boshlaymiz. Ha. O'zingning ko'ngling to'ygandekla chiqibsan mana. Shuni degna. Bir necha kun bo'ldi sen bilan asralashmag'ili. Sen bilan toza bir moncha haydab chiqishibdi. Naqlcha ushrab qoldim degna. Yaxshi bo'pti adash. O'mi toza qiziqga deyman. Nimishqa undaq gapni qildi? Men mas'ul ketdim juma. Meni bak tutib ketdi. Bak mas'ul ketdim men. Oy besham. Men bak mas'ul ketdim. Nurmuhammad, sen keldi. Men keldimmi? İşmizden bulmamda. Vallahi ben so'p ketdim. Keyfim to'shib qopti. Şuna Saqi, ben mush birini ish tutib bana bir ruxsat qilinglar, ha. Qo'limda xopamanglar.
Birdam o'ltira, nima oldiraysan? Bo'ldi. O'ltira birdam. Bo'ldi, xo'shamsa men ketdim. Shundoq valdirlik etensan? To'ppani unutib qolding. To'ppa. Aman maskimni. Chiqmadimi hamsa? Vallah, xo'sh, men ketdim. Qo'sha. Xo'sh hamsa. Bo'ldi, xo'sh. Arkını qo'ya. Qo'ya. istiyoruz ha. O'zimiz davomlashtiraylik. Mayli, ketganlik ketaversin. Ketganlar ketaversin. Sha. Siz keldi. Nima elingizga kelibdi, soat qarg'il turdingmi? Ben sirtqa kiray, hozirlik kiraman, ha? Chapsan Yo'q, 5 minut kiraman. Ha, kiraman. Qani, ichingga. qo'sha. Sefra, güzel sefra, boynunda gülirene, senadın çıraylıksın, seygen amırgım emrah, senadın çıraylıksın, seygen amırgım emrah. Kim o? Ya kim o? Emrah gör. Nurimiz sen, bu yerni ish qilyapsan. Emrah, bu tushum emas bu. Nur, Xudoyim teligimni ijobat qilib, seni oldimga akilib berga o'xshaydi. insonni tutur. Sening Emrah, men azon qanchalik taqozo o'g'limni bilamsan. Insonni tutur. Emrah, bu meni tushum emas bu. Emrah, maqbara. Men sana o'zim Nomus qilmaydigan sharmandalar. To'xta deyman. To'xta! Kimdi bu?
Odam bormi? Odam bormi? Odam bormi? Voy balam, voy balam, qizil guldek balam, voy yurgim balam, voy balam, voy chiroyliq balam, voy Nurmamatjon balam, it chiroyliq balam, voy balam, voy balam, voy balam. Qaysi niyati yomonning qo'li tegdi balam, qaysi ko'zi yomonning ko'zi tegdi balam, voy Nurmamatjon balam, voy jinim balam, voy balam, voy balam, voy balam, voy balam, voy Nurmamatjon balam, voy bag'rim balam. Voy balam, voy balam, voy Nurmamatjon balam, voy qizil guldek balam, voy yosh ketgan balam, voy balam, voy balam, voy balam. Nurmamatjon balam, voy balam, otanisiga tortishmagan balam, voy balam, voy balam. Voy balam, voy balam, nağmindan başlap geldin bu balam, voy balam, voy chiroyliq balam, voy Nurmamatjon balam, voy balam, voy balam, voy balam, voy Nurmamatjon balam, yosh ketgan balam, voy balam, jahannam xo'liqini ko'rmagan balam, voy balam, endi men qanday qilaman balam? Balam, voy balam, Nurmamatjon balam, jinim balam, yuragim balam, bag'rim balam, voy balam. Voy bo'ldi savr qizlar bo'ldi. Qo'rqadigan bo'ldi qizlar. Bu kunlarga qanday? Voy balam, voy Nurmamatjon balam, voy balam. Qanday qilib? Soqchilar nima deydi? Soqchilar texnik tekshiryapti. Atdigan qonun doktori naq maydonda jasadni tekshirib bo'pti ekan. Jasadni yerligida qo'yib bersanglar bo'ladi deydi. Tekshirib qo'yib bersanglar bo'ladi dedimi? Shundoq degan. Biroq nima biroq? To'xtab qolmay daylamansa. Imom xonim aroq ichgan imonsizlarning namozini tushirmaymiz. Qanday qilsanglar qilinglar degandi. Yezi boshliqmi ketdi ekan. Yezi boshliqi namozini tushirsang tushirding. Bo'lmasa aytidan boshlab imomlik qilma deydi. Namozni tushirdigan bo'ldi. Bu ishga yezi boshliqmi ko'ngil bo'lyotdi. Soqchilarni qattiq tekshiryotdi. Tekshirayotgan bo'lsa, qotilni tepibdimi? Yo'q dedi. Soqchilar hozir aniqlayotdi. Ben yürükümü sormaganda ko'p ketib boraman. Balam, qaysi qilgan ishi bu? Bu dunyoda faqat shu bir bolam bor edi. Men nima gunoh qilgan bo'ldim? Palak beni o'g'limdan ayirdi. Haqning ko'zi tegdiki. Bilmedim bu azapta, bu judalıkta. Kandan çilemem balam. Kandan kardeş kıyamem balam. Kuda. Nimada kıynaydın sen beni? Ah kuda. Oy yaş ketken balam. Oy balam, oy balam. Bana bu yakın ağinasını yoklap geldi bana. Hayat beni hasret koyup kettin bu bana. Hayat canım sen benden ölçtü bu bana. Beni taşın etmek. Kettin bu balamcımı. Kandaşına sen Menden razı bo'lgin balam.
bo'ldi. Ranjitib qo'ygan yerlarim bo'lsa, men rozi bo'lg'in bolam. Bolaning ko'zi voy bolam, yosh ketgan bolam. Bu alam razı bo'lg'in bolam. Dadam uchun razı bo'lg'in bolam. Voy bolam, voy bolam, voy bolam. Unay 10 kun qo'saq ko'tarib, achib qolgan yaqinimga razı bolam. Soğuk meşkini kucaqlab baqqınımga razı men bolam. Yatqan yerlerin cennetlik olsun bolam. Voy bolam, voy bolam. Allah'a yaragan bolam. Voy bolam, men bu dertlerge qandaq chidayman bolam. Voy bolam, Nur Mehmetcan bolam. Voy bolam. Aka! Niye? Aka! Niye? Aka! Niye? Bana attıgan külfetlerim tehi tügümeyenmedi. En yakın iki kişinin hayatını menin erzimez takdirimge körünmez jiplerim bilen bağlap koyganmıdı. Onun gülünün biri içilmeyen bir jigitni menin sebebimden akamның kulu arkalık nabıt kıldın mı? Takdir, bu meni ätey kolduratkanan emasmı? Onun ornuğu menin cinimni alsam, menle ölüp tügetsem, meni sığdırışkı çaresiz kalan bu alemden bir yolda kutulsam bolmaz mıydı? Özünü yeni qandaq qismetlerinin kütüp turğununu bilenmey. Her bir kademede ming ölüp, ming tirilip, dozaq azabını tatı atkan, mendek günahkar bendağını yemiş kılıp bu zımınға, qeyrindaşlarına yük kılıp hayat kaldırğansın. Bilim, özünün ölümünü tilegen, özünü öldürüp alğanıga oxşaşlı günah boludu. Lekin men amalsız kaldım, yaşaşqa amalsız kaldım. Bulsammu ben şunca intizar, kelledin ya yeni zinhar. Tilsem bu senindin sevgim, yüreğimde kılmedim izhar. Tilsem bu senindin sevgim, yüreğimde kılmedim Gider bu tozu, sizdir
Niyaz'a oşuqçı işkenligimni bilip durup, neymişqa yaratqan boğuysın. Ben bu günahkar dinimni qandaq götürüp yürüymen. Kişilerge qaysi yüzüm bilen qarayman. Nur Mehmet'nin ata-anasının yüzüge qandaq qarayman. Hadi piş oldu ya. Adamlar seni kemer varsa bulavatılsın. Qazimka. Muhatıl tepilipti. Nimdi tam? Kimken o? Yasin Xonning o'g'li Niyoz ekan. Niyoz? O o'zi iqror qilibdimi? Undan faqat bir kaltakli urg'an. Nurmuhammad qochib ketdi deb turibdi. Bir kaltak urg'an. Bir kaltak urg'an bo'lsin-mi? Qotil shukan. Qotil shukan. Qotil dal shukan. İskenmeydi ha. Ben öderip onu da hesap alıma. Kızılgüldek balamni canımdan ağrıga uçum penni öz kulum bilen. Oldu bir tuzun ola bir tuzun ola. Onu bir hesap alıma. Onu çok bir hesap alıma. Oğlumda özlüğüne zadı nimi üç adavıdı bakken o kankurunum. Niyaz bilen oradan ötken, ona tuzdan mı yiyişken idik ko? Zadı nimi hiç nimeden hiç nimi yokla. Nimi kırgınıdı bu namertnam. Bu dertlerge kandığımı çıday. Asla xo, savrıqsla. Özünü asla qalma. Dertlerge kandığımı çıday. Kandağımı çıday emmi. Kandağımı çıday. Özünü asla. Balınları Xudoga yarag'ashqa uni ketdi. Özünü asla. Hemra bu. Hey Hemra mı sen? He? Balamni öldürüp hatırcam yürüysen ko. Kızıldığının hunçsiday balamni menden ayrıvetsen ko. Balamның nahaq ölüşüge sen sebepçi oldun. Oy Xudayım, ben bu dertlerge qandaq chidayman, ha? Senin beshimni aylandırgan jadugar mani turib tug'a balam. Seni ketsi uğraşmay joytgan jadugar shvaman bu balam. To'xtab tur Hemra. Allah jazongni bermay qolmaydi. Turdi. Bo'ldi to'xta. Mening balamni o'ldirgan jadugar mushu emasmi? O'ldirmish Senin beshingga mikiladi. Yaratgan Allah jazongni bere. Kuch ko'yladi xarizor bo'lib o'tasan. O'ligingni ishtiya ilohim. Javobgar Niyoz Yasin, 42 yaş. Qumdung yezisi Gulbog kentida. 2003-yili 9-oyning 5-kuni shu kentlik Nurmuhammad Qosimni o'ldirgan. Uning qilmishi qasddan qotillik hodisasini shakllantirmaydi. Shunga sotimiz uni muddatlik 20 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Qen davomlashtiring. Ma'qul. Amrani tutib kelgan edi. Lekin Niyoz har qatimliq so'roqda Nurmuhammadni men urdim, singlim bu ishga munosabatsiz deb turib Amra qo'yib etildi. Ahvol mana shundoq. Sizningcha bu deloni mushundoq oyoqlashtirsak bo'ladimi? Meningcha Niyozga uvol qilingandek turdi hokim. Hmm. Ko'nglimda qotil boshqa birisidek turdi.
lekin paket yo'q. Meningcha Hamra bilan obdanroq paranglashib baqsaq, biror yo'chiq tepilib qolarmikin deyman. Chunki Hamraning etizga kelishi sal gumonliq. Cho'qim boshqa birisi bor. Bu qarashingizga qo'shilaman. Agar ma'qul ko'rsangiz, u yerga odam avatib tekshirib baqsaq bo'ladi. Bu men noyalik siyosiy qonun xizmatiga mas'ul bo'lgandan buyanqi bir qatimliq amaliy xizmat. Ya'ni kelib siyosiy qonun xizmatini tushunishimning obdan fursati. Shu sababdan bu delo qarta ochilgan sudga men boshdan oxir qatnashib kelgan edim. Qandaq qo'shilamsiz? Qo'shilaman. Qachon yo'lga chiqamiz? Ayt yo'lga chiqayli. Ma'qul. Piyada Hamra bormi? Bor. Hamra? Tezroq chiqib bo'pti ekan. Ha, mana. Hamra? Nahidan odam kelibdi ekan. Sizni bir kelib kelsin deydi. Kim u? Atrak boshlig'i. Nima ishi bor ekan? O'qimadim. Sizni emas, menimi kelsin debdi. Sizroq tayyorlik qilman. Mushi jodugar Nurmamatdan beshar chiqdi. Shu to'g'ri. Adamlarning mushi sababi qanday tarix? Shu hammasi mushidan sababdan bo'lgan. Har qism qishloq kityapsizlar. Xudo joji severdi bu qanchaqim. Ha. Erga to'ymay Nurmamatdan beshar chiqdi emasmi bu? Ey, qadar qilib. Shu emasmi? Endi Nurmamatning beshig'i chiqqan Hamradiga mushuk chiqmasa. Keldi. Qaranglar. Yüzünü qandaq ko'tirib yuribdi. Eshik chiqdi emasmi? Nurgul adlarning qadin chiqadi bu. To'g'ri. Nurgul o'yinimiz so'roqchilik qilib etdi bu. Qancha rasm. Qorni yergan bu. Bu men. Men qayerda? Taqlamni men chiqa. Bo'lmag'asi. Qodiyat menga chiqdi. O'zini qalin nima ekan buni? Voy! Qaranglar qatliga. O'zi qalin taqshaq. Rasva. Bu buzuq.
Nur Mehmet'in beşiği çıkan buzuk. Hiç olmagandek ne yaşandı? Bilmez. Ulan nemini sordu. Benden hiç nima so'ramadı. Avval sizdan so'raydi ekan, sizni kirsin deydi. Qani o'ltiring. Hamraxon degan siz bo'lamsiz? Shundaq. Biz akangiz Niyozni o'valchilikdan qutuldirish uchun bu yerga keldik. Men nahiyimizning siyosiy qonun ishlariga mas'ul Sodiq hokimning yordamchisi. Bu yoq nahiylik JX idorasi jinoiy ishlar razvedka bo'limining muavin boshlig'i. Sodiq hokim yaxshi kishilarga uval bo'lmasligi uchun bu deloga ko'ngil bo'lib bizni darhol ahvol egilashga avatdi. Men sizning bizga yaqindan moslashib, haqiqiy ahvoldan bizni xabardor qilishingizni, paket bilan bizni ta'minlashingizni umid qilaman. Ma'qul. Shundaq, haqiqiy rost gap qilishingizni umid qilamiz. Bizningcha akangiz Niyozga uval bo'lgandek qiladi. Sizningcha? Uval bo'g'ini ras. Akam hergizmi odam o'ldirmaydi. O shundaq yuvosh odam tursa. O hatto yuziga qo'ngan chivinnimi urkitib o'tishga ko'z qiymaydi. O qandaqmi odam o'ldirsin? Uning uval bo'ldi. Ondaqda Nur Mehmetni kim o'ldirgandi? Siz shuncha kashta etizga nim qilib olgan? Endi yo'shirsangiz, akangiz turmada naq yetib qolgandek. Ama siz bir az oynayalım. Biz sırtı çıkıp duraydı. Bulamda. Yo'q. Men hammani dey. Qani o'ltirib so'zlang.
Bizga ayni ahvolni tafsiliy so'zlab berishingizni umid qilamiz. Yo'shursingiz akangizga foydasiz. Demak, siz va'dalashgan odam boshqa biri, shunaqmi? Asli ish bundoq. O kundan kirishib olibdi. Tuyuqsizla oldimga bir tugunchak tushdi. Qarasam, ma'nimizga Abdullah chiqdik o'tib ketdi. Men tugunchakni ilk o'qidim. Abdullah'ını bilemem. Onun koladan her bala keladi. Men qattiq qo'rqib ketdim. Andinchi. Kechda u degan joyga bordim. Endi berib turishimga Nurmuhammad kelib qoldi. Nurmuhammadning o'lim xabarini oldi. Keyin soqchilar kelib, akamni qotillab tutib ketdi. Bo'lgan ishlar. Mana mushu. Ondaqda bizga Abdullah to'g'riliq texmi ko'proq so'zlab bera olamsiz? Bo'ladi. Abdullah. O mening ilgirki yo'ldoshim. Sizlar nima uchun ajrashib ketgan? Onun dadasi ilgir kentimizga sekretar bo'lgan. O akamni majburlab meni o'g'li Abdullahga ekpaygan. Abdullah kichigidan tortib dadasining nom obro'yiga tayin zo'rliq zo'mbuliq qilib kunib qolgan bo'g'ashqa to'lim haqqa menmanchi meni sababsiz uratdi, xo'rlaydi. Tamak etmedingmi? Mana hozir. Bu vaqtcha uyda bekor o'tirib nima qilding? Ha? Bu rasvo.
Acabmı toydum, oturmuştum. Hey! Nima dedi? Yana bir degina? Kunda haraq, kunda qima, oxir bo'yini bayram qilgan bo'ldingiz. Hey! Ben haraq istem oynasam özemning puliga, dadamning puliga oynadim. Sening pulingga o'ynadim mı qalandaning qizi? Ha? Mana ish ugatgidek bo'ldingmi texi? Ha? Bana qalanda akamning qishig'i ket. Tura! Tura deymi? Men oxiri uning xo'rlashlariga chidamay ajrashib ketdim. Sizningcha Nurmamatni Abdulla o'ltirganmidi? Bilmayman. Siz yaqindan beri Abdullahni uchratdingizmi? Yo'q. Senin ismin Hamdulg'u? Biz boya tanışıp bo'lgan, shundaqmi? Shundaq. Asosiy gapga kelsak, sen Nurmamatning ana yaqin do'sti ekansan. Bu rostmi? Rost. Nurmamat o'ldirilgan akşam sizlarning uyda o'ltirib aroq ichganmi? Ichgan. Bu deloning yuz berishida seningmi bir kichik mas'uliyating bor. Chunki sen ularni aroq bilan ta'minlagan. Lekin men shunga sen gunohingni yuvish uchun biz bilan yaxshi hamkorlashishing kerak. Sorunlarda Abdullah ismlik birisi var mıydı? qaysi Abdullahni deysiz? Abdullah Savurcu. Ha, bor edi. Nurmamat sorun oxirlashgandan keyin qaytib ketganmi? Nurmamat sorunni o'tirsida ketib qolgan. Abdullahchu. Orqasidan chiqib ketgan. Sen biz bilan hamkorlashib og'aynaning haqiqiy qotilini tepishni xohlamsan? Xohlayman. Amisa sen obdan angla. Sana hazır bir vazife topshiramiz. Bu senin ifaden olib hisoblanadi. Sen hazırdan boshlab Abdullahni qattiq kuzatasan. Biz onu bu delodagi eng chong gumondor deb qaraymiz. Sen barliq amallarni ishiltib, paketni cho'qim qo'lga tushirsan. Bunda qilish qo'lingda kelamda? Ha? Men o'rnib boqay. Pichoqni shundoq shiltib edim. Ha. Bugün kokunuzun işini çıkarıp etti yine. Onda soymalığı bozak bulurgan Abdullah tek anısının kosuğundan törelmedi. Hele kele demnek tetiği sacımı olsa. Esman dost. Teşman. Ha, oturup kapsılar o. Ha, oltadık o. Bekarçılıkta öye kirip tamak yap kaçı bekarlap. Koçuğa çıkıp yol çıngdap yol bekarlap yurduk şu. Özalçı ne kadar? Öye qaytmağılı bir neç gün bo'lib ekan. Öye kirip çıkay dep mağandım. Jurunglar öye kirip olturaylı. Ha? Mehman qiladigan o'xshamamsa? Katak yo'q, jurunglar. Yerim yo'lda to'xtab qolsam bo'lmaydi juma. Og'zim haraq tegsa, chilashqicha ishmasa bo'ldi qilmayman. Bo'ldi qila, jurunglar. Mahallada haraq sotqizmay bitibdi. Bozordan kelandim. Yoshira setyapti-da. Buni menga qo'yib ber. Ketingda yenivamsangli bo'ldi. Katak yo'q. Abdullah'ın tapamaydigan nimasi yo'q juma. Abdullah, ko'zingni och, hey. Hey, ko'zingni och. Abdullah. Birisi o'tib kelsin-chi, adash. Ola, ishcha. Yo'q, ishmayman. Ishcha. Qanday qilsa ishsan bo'lmamdi. Ishcha. Bo'ldi qila, adash. Chilashqicha ishdigan ochding-ku. Ishcha. Balla qani? Ketdi. Amiz ketdi. Ishcha. Bo'pti.
Başını içirde ya. Ben başını içip olup kayday. Keş vop ketdi. Mishari qo'nib qoladi. Yo'q, ketma. Bakli sovib ketdim. Men seni apirib qo'yay. Hojat yo'q. Undoq dema, apirib qo'yay. Jira, hamsa. Jira. Zaraqi. Abdullah. Qilib mayli. Adashay. Amrani qilib hayzi davotatding. Shunikiga baramdiq ya, ha? Voy, bo'ldi qilava. Voy, nim bo'ldi? Qo'ya buni. Birsiga qanoat qilmaydigan rasvo u. Taxtning beshig'i chiqqan buzuq. Mana. Kimni deysa, kimning beshig'i chiqdi u? Ha? Nurining, Nurmamatning beshig'i chiqdi u. Bizning Nurmamatningmi? Shu Nurmamat Qosimning beshig'i chiqqan demi u? Shuning sababidan o'ldi u. Uning Amra bilan chatiga bormika? Chatig'i yo'q, qara. Lekin yerdagi kishilarning halicha ikkisini mandaq ekan deyishyapmanda. Hamma yaxshi bo'ldi. Qanday deysa, adash, bir aniqroq degina? Shu bo'lmasa shu kuni biz bir so'rinda emasmidik. Nurmamatmi shu so'rinda batdiq-ku. Birdamdika qarsam bu boshqa bir yo'qab ketdi emasmi? Men buni qaytsam bo'lmaydi, chunki meni bir qiz bola saqlayapti. Endi yo'lga chiqay deb qarasam, tushdim bir sudrab kelib, menga soqilib ketdi. Nim bo'ldi? Nima yukrab yuriysan? Hamraning akisi qo'g'lab kelyapti. Kim dedi? Baya Hamra bilan ko'rishgan akisi. Nima deysan? Ana bo'ldi. Hamra bilan ko'rishdim dedingmi? Yo'q, aka tasavvur Bunda qo'yma. Niyozim aram bir qayoq debdi. Yo'q, aka. Qog'in o'zimni men beray. Qo'yga saptuqni eslibsan, ha? Buni sevdik shamsog'dek bo'ldingmi, abla? Yo'q, ha? Balansa. Gap qila, hey! O'ngsiga tushib, jimida yotidi. Siz soqchilar kelib, o'lib qopti deydi. Shuni yurgim qartib qoldi degina. Keyin qarsam, Niyozni qotil deb tutib ketibdi. Ko'nglim andin joyiga tushdi. Men bu gapni sana deb nima qilaman? Ha? Qaysi gapni deysa da, Sana hech nima demadim, Jumo. Esingda tut adash. Men sana
hech nima demadim, ha? Qo'yida hech nima demadim. Rastavatma. Qo'yida. Men sana hech nima demadim, ha? Voy, hech nima demadim, hech nima anglamadim. Hech nima demadim. Hech nima demadim menga. Naslik degan shu-da. Hey. Sen hech nima anglamading, ha? Hech nima anglamadim. Hech nima anglamadim dedim-ku. Menga ishonmamsa chiqib ketgan bo'lsa, taqdiring Nurmamatga o'xshash bo'ladi. Daraxtlar anglab qoladi, bo'ldi qilar. Esingda bo'lsin, ha? Ben sana hech nima demadim. Ma'qul, hech nima demadim. Esingda bo'lsin. Hech nima demadim. Xotirjam bo'la, hech nima demadim. Bu gaping joyida. Jura bo'ldi, ketamiz. Teşkima. Teşkima. O ahir o'zi iqror qildi. U qopqonga desidi. Qotil dal shu ekan. Nima qilsa ajrimiz bekor ketdi. Darhol noyi xabar qilaylik. Abdullani tutsin. Ma'qul. Sen uni kuzatib turgan. O qochib ketmasin. Ha? Ma'qul. Ben nima qilib qo'ydim? Mas'uliyatga demaydigan gaplarni deb tashlabdim. Hamda cho'qim saqchidan boshlab ketdim. Bu yerdan darhol ketay. Vay. Ha, ben Sadık. Ahmet mi? Ha, Teşlik mi? Emradilos qandaq oldu? Arizimiz to'g'ri chiqdi, hokim. Nurmamatni o'ldirgan qotil haqiqatan Niyoz emaskan. Ha, unda qo'z kimken? Shu yerlik Abdulloh ismli birisikan. Qatil tutuldu mu? Jinoyatni qo'rqib qochib ketibdi, so'rashini izdamoqda. Ha, yaxshi bo'pti. Jafot atdinglar. Rahmat sizlarga. Xo'sh, hokim. Ma'qul. Xo'sh emisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'g'rimi? Nimani? Nurmamatni o'ldirgan qotil tepilibdi. Ha? Tepilibdimi? Ha, Yaxshilar. Ha, kela. Va alaykum assalom. Teşlikmi? Nurmamatni o'ldirgan qotil Niyoz emaskan. U Abdulloh aka. Ha? Abdulloh aka? Abdulloh? Aldırma sözüne. Ha, kimken bu yakışılıp otur ha. Sözde. Ha, digine. Ha. Digine. Asıl Nurmammat ikisi Emrani talışıp uruşup ekan-da. Shundaqmi? Ha? Shundaq ekan. Rost shundaqmi ekan? Rost shundaq ekan. Taqshib ketdi. Tova. Yumshab ketdi. Tova. Ha? Odamga faqat aqli yetmaydi. Hayron qoladigan ishlar bo'la emas. Hamroni bo'yin bo'lib ketibdi deb angladim. O yuzini doim yepib yurgidek. Men anladım. 5 vaqt namozda tark etmay o'qiymiz. Qilgan atkiniga pushaymon qilib, Xudodan gunohini tilamiş. Tova. To'g'rilaydigan ishlar. Yezimizde acayip işler yüz beryapti dese. Tova. Hey, tovdini bo'lmaydi kimi. Tova. Nima ketdi bu jahannamda?
Meni kechirgin Nur Mehmet. Senin ölüşünge ben sebepçi oldum. Aslida men seni yaxshi ko'ratdim Nur Mehmet. Lekin sen eg'iz ocholmag'achqa nailoj boshqalar bilan to'y qildin. Men ko'p pushaymon qildim Nur Mehmet. Ademdek yashashga bel bog'ladim. Nur Mehmet, meni kechirgin. Meni kechirgin Nur Mehmet. Meni kechirgin. Meni kechirgin Nur Mehmet. Ömrümning oxirigacha erkakning yuziga qarmaslikqa niyat qildim. Meni kechirgin Nur Mehmet. Endi meni tushimga kirib, meni unda qo'rqitmagin, o'tinib qolay. Meni kechirgin. Hayır, görüngde tinch yotqin. Haklı kese çilemu bulbul kese ayanı çilemu bulbul kese and the fight ayan kelamu Nereden kelayotgan nervini ovoz bu? Hey, anlamadingmi? Mahallimizda to'y bo'lyapti-da. To'y? Ha? Kimning? Amraning-chi? Amraning? Shundoq. Amis biz menib turdik-a?
qildim. Tirikli bo'lsak, har xil odam, har xil ishlarni ko'rdi ekanmiz. Xudoning taqdiriga hech aqlimiz yetmaydi.